G'ozi Ahmad, Uyg'ur, atog'liq rassom, san'at ma'arifchisi. 1935-yili Kashgar shahri Qo'rg'on yezisida mashhur diniy zot oilasida dunyoga kelgan. 1951-yildan 1954-yilgacha Kashgar Darul Muallimin maktabida o'qigan. 1957-yili Urumchida Xinjiang instituti, hozirgi Xinjiang universitetining san'at fakultetini bitirib, shu maktabga o'qituvchilikka ep qilingan. İlgiri Xinjiang rassomlar jamiyatining raisi, Xinjiang san'at institutining mudiri, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining muavin raisi, Jungo rassomlar jamiyatining hay'at a'zosi, doimiy hay'at a'zosi, muavin raisi, Jungo adabiyot san'atchilar birlashmasining hay'at a'zosi qatorliq vazifalarni o'tagan. 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi navbatlik avtonom rayonlik siyosiy kengashning hay'at a'zosi, 9-chi navbatlik mamlakatlik xalq vakillar qurultiyining vakili bo'lib saylangan. Hozir Jungo rassomlar jamiyatining maslahatchisi, avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining faxriy raisi, avtonom rayonlik madaniyat tarix tadqiqot yurtining faxriy boshlig'i, Xinjiang rassomlar jamiyatining faxriy raisi, Jungo Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqot jamiyati va Jungo moybo'yoq ilmiy jamiyatining doimiy hay'at a'zosi, Xinjiang Jungochi rassomlar yurtining faxriy boshlig'i, Xinjiang san'at institutining professori, Xinjiang universiteti va Xinjiang pedagogika universitetining alohida takliflik professori qatorliq vazifalarni o'tamoqda. 1988-yili Govian kadrlar ministerligi tarafidan berilgan davlat darajalik alohida tuhfa yaratgan munavvar mutaxassis degan nomga erishgan. 1991-yildan boshlab Govianning hukumat alohida stipendiyasidan bahramand bo'lmoqda. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partkom va xalq hukumatining tunji navbatlik Tangritog' adabiyot san'ati alohida tuhfa mukofotiga noil bo'ldi. G'ozi Ahmad ko'pligan moybo'yoq, jungochi rasm va tom rasmlarini ijod qildi. Asarlari ko'p qitim davlat ichi va sirtidagi cho'ng ko'rgazmalarga tanlandi hamda cho'ng mukofotlarga erishdi. Buningdan boshqa chatma rasm, haykal, yog'och o'yma rasm va arabcha, uyg'urcha xattatlik qatorliq janrlardami ko'plagan munavvar asarlarni ijod qildi. İlgiri oxir bo'lib Parij, Anqara, İstanbul, Tehran qatorliq shaharlarda shaxsiy ko'rgazmasini ochib, yuqori bahoga erishdi. G'ozi Ahmadning go'zal san'at asarlari olliburun Xinjiangdagi har millat xalqining ma'naviy hayotining bir qismiga aylandi. Biz bu muzikalik DVD diskisi orqali G'ozi Ahmadning bir bo'lik nodir asarlarini ko'pchilikka tanishtiramiz. Marhamat, huzurlangaysizlar. G'erib sanam 1962-yili moybo'yoq rasm. G'erib sanam nomli bu rasm 1962-yili Uyg'urlarning an'anaviy xalq dastonlaridan g'erib sanamning syojetiga asosan ijod qilingan. Uni ayni vaqtda Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti Yangi yil rasmi sifatida nashr qilgan edi. Afsuski, u texi taqtilmay turibla kulpatlik taqdirga duch keldi. U 1964-yildagi adabiyot san'atidagi stil tuzatishda qora rasm tizimligiga kirgizilib, podshoh, vazir, o'lima, nozininlar tasvirlangan asar qatorida tanqid qilingan hamda ko'ydirib etilgan. Ofatlik madaniyat zo'r inqilobi oxirlashgandan keyin asarni avtor 1980-yili qayta sizdi. Asar Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilinib taqtildi hamda Beijing, Parij, Anqara, İstanbul va Tehron qatorliq shaharlarda ko'rgazmaga qo'yildi.
Muqam 1984-yili Maybo'yoq rasm. Jungo Uyg'ur klassik muzikasi 12 muqam Uyg'urlarning yurishlashgan yirik qadimiy muzikasi. Junxo millatlarining adabiyot san'at xazinasidagi nurliq go'har. Dunyo madaniyat tarixida kam uchraydigan qomus xarakterli muzika asari. Uyg'ur muqamlari Birleşken Devletler Teşkilatı Muarif Fen Medeniyet Organi tarafidan 2006 yılı noyabrda 3. Türkümdeki insaniyetning og'zaki ve gayri moddiy medeniyet mirasının vakillik asri deb e'lon qilindi. Maybo'yoq rasm muqam 1984 yılı 6. navbatlik mamlakatlik go'zal san'at ko'rgazmasiga tanlanib, kumush medalga erishgan va Jungo go'zal san'at sarayida saqlashga ep qilingan. Hamda Moskva, Taybey qatorliq shaharlarda ko'rgazma qilinib, davlat ishchi va sirtida cho'nqur ta'sir qo'zg'agan. Rasmda aks ettirilgani biror san'at o'makining muzika orkestri emas, balki oddiy fuqarolarning, ya'ni xalq muqomchilarining kundalik turmushda muqom o'rindayotgan ko'rinishi. Rasmda obrazi bir-biriga zodili o'xshamaydigan individuallikqa ega necha 10 muqomchining muqomning odamni mahliyo qiladigan melodiyasiga mazxush bo'lib, muqomni voyaga yetkazib o'rindayotganligi aks ettirilgan. Bu rasmda yana Uyg'ur an'anaviy chalg'ulari va kiyim-kechak madaniyati namoyon qilingan.
Muzika mastanalari 1990 yili may bo'yoq rasm. Rasmda cho'ng kichik muzika herismanlarining bir uyga jam bo'lib xalq naqshillarini yangratib, uning jarangliq va mungluq melodiyalardan cheksiz huzurlanayotganligi aks ettirilgan. Bu asar mamlakat bo'yicha tunji navbatlik nodir moybo'yoq rasmlar katta musobaqasiga qatnashtirilgan va kumush medal mukofotiga erishgan. Hamda Yaponiya Chiyoda klubi tarafidan saqlashga ep qilingan. Ben halini körgeçten Üyeden atıvan kümlüm Üyeden atıvan kümlüm Şidur kim kafestel tel Künüp küpüz terap eylem Yâley küpüz terap eylem İnişer ite almam Dili ömrüm işçide Peri yüzlüğün kitap eylep Baba harfini sorganda Bana sen taze can verdin Bana sen taze can verdin Vesihale öplerin icaz edin Goya cevap eylep Yâley goya cevap eylep Seher turbe çemende gül Bile tenha şarap içti Acayip abilisi Naqshi usul makoni 1991 yili may bo'yoq rasm. Naqshi usul makoni G'ozi Ahmad yaratgan zo'r hajmlik tom rasmi. Rasmda Uyg'ur usul san'atining buddizm davridan hozirgacha bo'lgan jarayonidan obraz tanlangan bo'lib, Uyg'urlarning naqshi usulga herisman xalq ekanligi, odamni ixtiyorsiz jalb qiladigan qaddi qomati kelishgan rengarang nafis va jonliq usul harakatlari aks ettirilgan. Bu asar uzoq yil Xinjiang Koilun mehmonxonasining oldingi zaliga esilgan.
Nahaq hüküm 1964 yılı may boyaq resim 1964 yılı icat kılıngan Nahaq hüküm namlıq bu may boyaq resimde koni cemiyetdeki bir zomiger pamishchikning diniy sotning nahaq hükümüge tayinib bechora qarzdor kambag'alning ma'sum qizini yo'lsizlik bilan egilib olganligi shu sorundagi har tabaqa kishilarining bundoq nohaqchilikka qarata har xil pozitsiyada bo'lganligi dramatik holatda ifodalab berilgan. Bu rasm shu yili Beijingda ko'rgazmaga qo'yilganda kuchlik zilzila paydo qilgan hamda Jungo Güzel Sanat sarayida saqlashga ep qilingan. 1982 yili Fransiyadagi Parij atiyazliq salonida ko'rgazma qilingan. Nahaq hüküm Şinjanning go'zal san'atida yangi bir asrning boshlanishi. U G'ozi Ahmadning bir davrni zilzilaga keltirgan utuqliq asri. Avtorning san'at hayotidagi namoyanda bo'lib, u cho'nqur tarixiy ahamiyatga va badiiy qimmatga ega. Hesap elish 1977 yili may boyaq rasm. May boyaq rasm hesap elish Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi Junxo Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin ep berilgan ijara haqqini kamaytib, zomigarlarga qarshi turish harakatida kambag'al dehqonlarning zomigar pomishchilarni kurash qilayotganligi tasvirlangan. Nahaq hüküm bilan hesap elish qo'sh kezak asar bo'lib, bular tanqidiy realizm uslubidagi asarlarning Jungodagi ko'zga ko'ringan vakillari. Shundaqla Jungo hozirgi zamon go'zal san'at tarixidagi muhim tuhfa.
Bu asar 1981 yili Jungo Kompartiyasi qurilganligining 60 yilligini xotirlash yuzasidan o'tkazilgan mamlakatlik go'zal san'at ko'rgazmasiga qatnashtirilgan. Tangritog kuyi 1992 yili tam rasmi. Tangritog kuyi 1992 yili Beijing Xalq Cho'ng Sarayining Xinjiang solig'i atab ishlangan yirik tam rasmi. Asarda Xinjiangdagi har millat xalqining buyuk ittifoqi asosi tema qilinib, Xinjiangning shu chog'dagi umumiy kartinasi yig'inchoqlanib ifodalangan. Uning ko'lami 56,17 kvadrat metr. U hozir dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng sop qo'y yungi bilan qo'lda to'qilgan hunar san'at osmi gelimi deb qaralmoqda. Bu asarda maydon nihoyat kengri, personaj va ko'rinishlari ko'p bo'lib, avtor yarim yil vaqt sarf qilib ijod qilgan nodir asar. Yaqinda avtor Tangritog kuyini egizligi 195 cm, kengligi 600 cm cho'nglikda moy bo'yoq bilan chizib chiqdi.
Dolan Ruhi 1999 yili may boyaq rasm. Dolan Taklimakan qumliqining sharqi chetiga joylashgan Uyg'ur yurti Makitning alohida nomi. Dolan Ruhi nomli bu maybo'yoq rasmda shu joydagi Uyg'urlarning an'anaviy xalq usuli dolan mashrifi asosi tema qilingan. U 1999 yili 9-navbatlik mamlakatlik go'zal san'at ko'rgazmasiga tanlangan. Üzüm pişti. 1980 yili may boyaq rasm. Üzümçilik qadimiy Uyg'ur ostonasi Turpanning muhim egilik shakllarining biri. Turpan vodilarida üzüm taklari bir-biriga giralashib, bepoyon yeshil dengizni hosil qiladi. Üzüm pishdi G'ozi Ahmadning yana bir nodir asari. Bu asar Beijingdagi xalq cho'ng sarayida 10 necha yil saqlangan.
Aman Nisaxon 1981-yili Duboyaq rasm. Aman Nisaxon 16-asrda o'tgan musiqa san'ati ustozi va shoiri. U Saidiya sulolasi podshohi Abdurishidxon va ustozi Qidirxonlarning qo'llab yordam berishi bilan Uyg'urlarning muqom, al-nag'ma mashrablarini to'plab va ratlab 12 muqom holatiga keltirgan. U yana ishrat angiz muqomini ijod qilgan. Aman Nisaxon xalq ichida muqom onasi nomi bilan atalmoqda. Yusuf Xos Hojib 1982-yili Maybo'yoq rasm. Yusuf Xos Hojib Qaraxoniylar sulolasi davrida o'tgan Uyg'ur xalqining ulug' olimi, buyuk mutafakkiri, shoiri, dunyoga mashhur klassik doston Qutatqu belikning avtori. Mazkur rasm Shinjong muzeyida saqlanmoqda. G'ozi Ahmad 1982-yili olimning nutq so'zlayotgan ko'rinishini ijod qilgan edi. 1998-yili olimning o'lchamlik portretini chizib chiqdi. Mahmud Koshig'ari 1981-yili Maybo'yoq rasm. Mahmud Koshig'ari Uyg'urlarning Qarxoniylar sulolasi davrida o'tgan ulug' olimi, tilshunosi, mutafakkiri, folklorshunosi, dunyoga mashhur cho'ng qomus turkiy tillar divonining avtori. G'ozi Ahmad 1981-yili mazkur olimning ish ustidagi holatini sizib, uni mamlakatlik tunji navbatlik osonliq millatlar go'zal san'at asarlari ko'rgazmasiga qatnashtirgan edi. Asar birinchi darajalik mukofotga erishib, Beijing Millatlar madaniyat saroyi tarafidan saqlashga ib qilingan. Avtor 2005-yili olimning o'lchamlik portretini yaratdi.
Mirza Muhammad Haydar Koregani, mashhur Uyg'ur olimi, tilshunosi, harbiy ishlar mutaxassisi, tarixiy rashidi, Jahonnoma, Mahmudnoma nomli kitoblarning avtori. G'ozi Ahmadning 2006-yili yaratgan bu portret rasmi Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Tarixiy Rashidi nomli kitobda e'lon qilindi. Naqshi usul makoni 1985-yili tam rasmi. Şinjandagi har millat xalqi qadimdan tortib naqshi usulga mohir. Shunlashqimi Şinjan naqshi usul makoni deb atilib kelmoqda. Naqshi usul makoni nomli bu rasm Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 30 yilligini tabriklash yuzasidan ijod qilingan. U hozir Şinjan xalqaro ko'rgazma markazida saqlanmoqda. Tangritog azimatlari 1985-yili tam rasmi. Şinjanda xalq orasidagi tanarkat ko'p xil. Shundaqla xoslikqa ega. Tangritog azimatlari nomli bu rasmda Uyg'ur davozligi gavdalik ifodalangan. Bu jihatda avtorning oldin ko'rishda ko'zitish iqtidori namoyon qilingan Tangritog azimatlari nomli bu tam rasmi Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 30 yilligini tabriklash yuzasidan ijod qilingan. U hozir Şinjan xalqaro ko'rgazma markazida saqlanmoqda.
Tangritog' bulbuli 2001 yili Jongocha rasm. Bir chiroyli Uyg'ur qizining qizg'in, shodxo'ram musikining tankash qilishida berilib naqshi e'tibotxonligi tasvirlangan. Bu rasmda tantanalik tabriklash so'rini ifodalangan. Bu asar 2001 yili Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 80 yilligini tabriklash yuzasidan o'tkazilgan mamlakatlik go'zal san'at asarlari ko'rgazmasiga qatnashtirilgan hamda shu navbatlik ko'rgazmaning eng yuqori mukofoti Munavvar asar mukofotiga erishgan. Robiya Saidin 1979 yili Maybo'yoq rasm. Bu asar Qoshig'irda o'tgan shoir Abdurahim Nizorining Robiya Saidin nomli realistik dostoniga va mashhur shoir Ahmad Ziyoining 1940 yili yozgan shu nomli operasiga asosan ijod qilingan. Asarda muhabbat tragediyasi aks ettirilgan. Amirdagi muhabbat 2005 yili Maybo'yoq rasm. Tojik millati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Yevropa irqiga mansub qadimiy millatlarning biri. Asosliqi chorvachilik, qo'shimcha dehqonchilik bilan shug'ullanib turmush kechirdi. Amirdagi muhabbatda
Pamir Bürküti degan chiroyli nom bilan ataladigan tojik xalqining emgakchan, oddiy sodda, tetik turmushni qizg'in so'yishdek ma'naviy qiyofati ifodalangan. Taşlı kara taşlı Akşam kahveti baldım Siz yaydın kalem kaşlı Uçak dışı da mure Mora dışı da kure Pamir'deki bahar kuyi 2005 yili may boyoq rasm. Rasmda tojik xalqining jo'shqin va qizg'in o'tkaziladigan to'y ma'rakasi aks ettirilgan. Bu asar 10-navbatlik mamlakatlik go'zal san'at ko'rgazmasiga qatnashtirdi. Korkunin bakışığa, dert ile modişiğa, dert ile modişiğa. Çay içeyli çaydan da şok oynaylı meydanda Gülmesek yürüyüşeniz Palas'tanın kuyuda Palas'tanın kuyuda Otaz üstüde oğlaq tartışış. 2002 yili Jungocha rasm. Oğlum tiridim hendek, katmu tirsin mendek. Oğlum tiridim hendek, katmu tirsin mendek. Görmüşsün hendek, görmüşsün nabadek, görmüşsün nabadek. Gilem Uyg'urlar 1989 yili may boyoq rasm. Gilem qadimiy Ipak yo'li vodisidagi xalqlarning turmushida alohida o'rin tutadi.
Uyg'urlar necha ming yil ilgarilar gilam to'qishga boshlagan va uni ishlatib kelgan. Gilam Uyg'urlar nomli bu rasmda gilam bilan Uyg'urlarning turmushdagi munosabati ifodalangan. Bu asar 1989-yili mamlakatlik tunji navbatlik moy bo'yoq asarlar ko'rgazmasiga qo'yilgan va Yaponiyada sayyora ko'rgazmaga qatnashtirilgan hamda Yaponiya yozuvchilar jamiyati tarafidan saqlashga qilingan. Peshqadam dehqon 2006 moy bo'yoq rasm. Mazkur asarda bir samimiy Uyg'ur dehqonning obrazi ifodalangan. Asardan jafokash bir dehqonning soddaligi, oq ko'ngilligi, emgakchanligi va samimiyligi aks etib turadi. Ulaq bozori 1982 moy bo'yoq rasm. Sama 1997 yili moy bo'yoq rasm. Sama Uyg'urlarning hayit bayramlarda o'ynaladigan qadamiy an'anaviy xalq usuli. Bu usulda surlik sukunat, hayot mamat o'ttirisidagi sirliq bog'lanish, samoviy xohish, shundoqla romantiklik, ixlosmanlik, sho'xlik ifodalanib turadi. Biz Sama nomli bu rasmda uchisiga kaston burulga kelgan G'ozi Ahmadning omma bilan tang samoga tushib ketganligini ko'ramiz.
Nazırkom 2007 yılı Cungocha rasm. Nazırkom Şinjanning Turpan diyoridagi xos alohidalikka ega yumoristik usulga asosan ijod qilingan. Nazırkom usulida harakat chaqqon erkin bo'ladi. Usulchi yomurluq va qiziqchilik chiqib turadigan harakatlari orqali Uyg'ur xalqining qizg'in, qiziqchi bo'lishdagi xarakterini ifodalaydi. Nasriddin Efendi'nin padişahını mazaq qilishi. 2001 yılı Cungocha rasm. Nasriddin Efendi Uyg'ur xalqi intayin yaxshi ko'radigan ideal shaxs. Uning latifalari Uyg'ur xalq aql farosatining yana bir ko'znik. Nasriddin Efendi'nin padişahını mazaq qilishida Nasriddin Efendi'nin o'tkirligi ve yomurluk xususiyeti voyaga yetkizib ifodalangan. Kuch sinishish. 2000 yılı Cungocha rasm. İran qizlari 2000 yıl